telefon o'ynab yotamiz, ko'z orqali miyaga nur kirib boraveradi. Orada shunday qo'yamizda, telefonni uxlashga harakat qilamiz. Bu yoqqa yarim soat dumalaymiz, bu yoqqa yarim soat dumalaymiz, uxlolmaymiz-da, uyqum kelmayapti-ku, yana gadjet olib, uyqum kelgungacha gadjet ko'raman degan narsa bo'lib qoldi. Bu asli noto'g'ri narsa. Nega? Gadjet orqali ko'zimizga nur tushgandan keyin organizm hali qorong'i bo'lmadi deb o'ylaydi. Organizm hali qorong'i tushmadi, melatonin ishlab chiqarish kerak emas degan narsa bilan melatonin ishlab chiqarishni to'xtatib kamaytirib qo'yadi. Organizmga kamida 1 soat, 1,5 soat, 2 soat kerak, чтобы o'sha melatoninni o'zini miqdoriga yetkazib olib, uyquni boshlash, uyquga kirish protsessini, siklni boshlashga shuncha vaqt kerak bo'ladi. Bu narsani yechimi birinchi o'chirda shu gadjetlarni uxlashdan, demak, soat 10 da uxlamoqchimisiz, soat 8-8:30 da o'sha gadjetni qo'yib qo'yib, ko'zga nur tushmaydigan qilib uyquga tayyorgarchilik ko'rish kerak. Ba'zi holatlarda bizda patsientlarga, bemorlarga melatoninni tabiiy dorilari bor, o'zini aptekada dori vositalari bor. O'shandan ozgina qabul qilishni maslahat beramiz. Maslahat beraman, doktor bilan maslahat qilgan holatda melatonin moddasi agar yetishmayotgan bo'lsa, ozgina olib ichish kerak bo'ladi va uyqu rejimini joyiga qo'ysanglar, qolgan muammolar asta-sekin o'zi hal bo'lib ketadi.